Kim aytdi to'g'ri ovqatlanish mazali bo'lmaydi deb? Ko'pchilik ozmoqchi bo'lsa, eng yoqtirgan taomlaridan voz kechadi. Aslida esa sevimli ovqatlaringizdan voz kechishingiz shart emas. Faqat ularni sifatli mahsulotlar bilan to'g'ri tayyorlash kerak. Bugun men Filadelfiyaning mashhur sendvichi Philly cheesesteak tayyorladim. Bu taom nafaqat mazali, balki to'yimli va tana uchun foydali. To'g'ri ovqatlanish ochlik emas, ongli tanlovlardan boshlanadi. Agar siz ham foydali va mazali retseptlar izlayotgan bo'lsangiz, sahifamga obuna bo'lishni unutmang.